Dilalar çöçeklerini yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kechliginglar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga Sexiy bilan Bexil degan çöçekni aytib beray. Çöçek Sexiy bilan Bexil. Burunning burunusida, har kimning ishqi ho'ylisida, langmining cho'ylisida, o'gisi to'risida, o'chqi mo'risida, egiz eriqning enicha, chunqur eriqning yenicha, eshaklarni hangiltib, putlarni sangiltib yo'lmag'digan zamonlarning birida bu shaharda emas, bo'lak shaharda ikki og'ini bo'lgan ekan. Ular bir-birini bir kun ko'mis turolmaydigan, bir non topsa puchuqdan billi yeydigan, hech qanday ishda sening, mening deyishmaydigan qiyomatlik jondo'z og'inlardan ekan. Kishilar bo'lsa, ularning birini Bexil, birini Sexiy deb atishadi ekan. Aylardan ay o'tib, yillardan yil o'tib, ular bir kuni boshqa bir shaharga berib kelishni maslahatlashibdi va yo'lda yeyish uchun har ikkisi bir xurjundan safar to'qichi va bir qapoqdan suv ilib yo'lga chiqibdi. Ular yo'lga chiqib birinchi kunida Bexil Sexiyga: "Bu yerdan biz boradigan shaharning orliqi 1 oylik cho'l. Her ikimiz xurjun qapoqni ko'tarib avar bo'lmayli. Avval sening xurjun qapoqni bekorlayli. Uningdan keyin meningini yeb ichayli-chu" debdi. Sexiy bo'lsa do'stining gapiga: "Bo'ladi, shundoq qilaylik" deb javob beribdi. Shuningdan boshlab Bexil Sexiyning nenini yeb, suyini ichib yuraveribdi. Shunda qilib cho'l yerim bo'lganda Sexiyning non suyi tugab, Bexilninkini yeyishga navbat kelibdi. Ammo Bexil do'stini bir qitim non yeyli demabdi. Sexiy bo'lsa, do'stidan bugun non yeyli demasa, atidar tama qilib, ochliq, ussizlik, issiq azobini tortib 3 kunni o'tkazibdi. Bexilning o'zimi do'sti bor yerda og'ziga bir tishlam non solmabdi, bir yutum suvmi ichmabdi. Taras sundirishni bahona qilib, cho'ldagi yulg'un, to'g'roq va qum dovlarining daldisiga o'tib qo'rsqin to'yg'izilib, ochliqdan mag'durdan ketgan do'stini ittik mengishga oldirtib, yetisholmasa, orqasida tashlab qo'yib, 1-2 un yetim oldiga o'tib elib, do'sti yetib kelib bo'lguncha aram elib o'tirib oldi ekan. Do'sti yetib kelganda o'rnidan turib yana mangdi ekan. Shunda qilib 4-kuni bo'lganda Sexiyning qo'rsqi echib, ko'zlari tortishib, jini bir tomirda qapdi. U do'stiga qarab: "Do'stim, yaratgan Xudoning haqqida bir nom bergan bo'lsang" debdi. Bexil: "Do'stligimizning hurmati uchun bir nom bersam beray. Bir nom bersam, sen menga nima berasan?" deb so'rabdi. Sexiy: "Nima lozim bo'lsa, shuni beray" debdi. Bexil: "O'ng ko'zingni o'yib ber. Avval ko'zingni bergandan keyin andin nonni beraman" debdi. Sexiy bo'lsa: "Hay, qayni o'yib ol" debdi. Bexil do'stining o'ng ko'zini o'yib olgandan keyin bir non, bir yutum suv beribdi. Aradan 3 kun o'tgandan keyin Bexil do'stining so'l ko'zini o'yib elib, yana bir non, bir yutum suv beribdi va 2 ko'zdan ayrilib yo'l yurishdan mahrum bo'lgan do'stini cho'lda tashlab qo'yib ketib qoldi. 2 ko'zdan ayrilgan Sexiy siylashtirib, mudirib yurib bo'lsa-mu yo'l yurishni davomlashtiribdi. Kech kirganda cho'ldagi bir tup cho'ng to'g'roqning tuviga kelib qopdi va yirtqich hayvonlardan saqlanish uchun to'g'roq chiqib, uning ochimiqini tunamoqchi bo'libdi. U to'g'roq chiqib, ochimiqiga joylashib olib orom olay deb turganda, cho'ldagi yirtqich hayvonlardan sher, yo'lvoz, eyiq bo'ra, tulka qatorliqlarning voqirishib, nari tortib to'g'roq tuviga kelishayotganlik shapisini anglab cho'chib ketibdi. Bu yo'g'on to'g'roqning tuvi necha yillardan buyon mush hayvonlarning bir yilda bir qitim jam bo'lib, ko'rgan bilganlarini deyishadigan yig'ilish o'rni ekan. Hayvonlar yig'ilib bo'lganda yo'lvoz: "Qani, bir yildan buyonqi ko'rgan ong'allarimizni deyish boqayli"
deb so'zini boshlabdi va mundaq debdi. Gapni avval men boshlay. Mushu to'g'roqda bir xislat bor. Agar kimki mush to'g'roqning g'ozinidan bir suqumni bo'ligi tugib olsa, bir yilga qolmay bir yurtga podshoh bo'ladi. Yo'lbosning gapi tugagandan keyin sher Mushu to'g'roqdan kun chiqish tarafga qarab 20 qadam monganda bir buloq uchraydi. Agar kimki shu buloqning suyidan ichsa yoki uningga cho'milsa, har qancha soqaymagan polish, lahva, oqsoq cho'loq, to'kur, maymoq, toz qo'moq, pesi ovloq, qori g'ujirtoq, to'kur qichqoq, juzam sizlam qatorliq kasalliklarning hammasidan sallamaza saqiydi. debdi. Yaqin navbat kelganda u Kun chiqish tarafdagi tog'dan o'tib bir hafta mangsa, bir katta shaharga yetib borg'ili bo'ladi. Bu shaharning podshohining kunduzi ko'zi bor, oydisi yuzi bor, bir qizi bor. Ammo bu qiz tug'ma polish ham ama. Podshoh kech-kunduz mush qizning dard biroqida bo'lib, kimki davolab soqayta olsa podshohligimni berman degan bo'lsa-mu, nurg'un hakimlar qizining kasaliga iloj qila olmadi. Agar sherning gapi bo'yicha biror odamzod xislatlik buloqni tepib, suyni shu qizga uchirsa qizdan kasalni soqayta oladi. debdi. Bayatdan beri boshqalarning gapini anglab navbat kutib o'ltirgan bo'ra. Kun chiqishga tog'dan o'tib 3 kun mong'andan keyin o't, suyimol bir yayloq uchraydi. Bu yayloqda bir bay har yili 1000 dan ortiq qo'y boqadi. Men boyning 100 dan ortiq qo'yini yeb ketaman. Boy meni yaram arg'umoqlar bilan qo'g'labni tutolmaydi. Boyning eg'ili bir ko'rimsiz qo'lt quyruq otpa. Agar meni osh otqa minib qo'z cho'qim talaydi. Bu sirni biror odamzod anglab qilib boyga men tutib bergan bo'lsa, boydan nurg'un oltin kumush inam oladi. debdi. Angacha tang etishga az qapti. Men gapimni davolay deb gapini boshlabdi tulki. Mushu to'g'roqni o'dallab ketish tarafga 17 manganda bir qumda va suchiraydi. Shu yerda Ag'mahallaning o'zi bor. Ag'mahalla har kuni tushda o'z o'g'illaridan tangi tillalarni ochqib, oftob silib, osmonga etib o'ynashidi. Agar biror odamzod dal tush vaqtida shu yerga yetib berib, mo'kinib o'ltirib, Ag'mahalla tillalarini osmonga etib o'ynash qilib turganda, Oyda, talpikini osmonga bir atadigan bo'lsa, Ag'mahalla qo'rqinchida o'siga qechib kirib ketadi. O odam nurg'un oltin tillarga erishib boy bo'lib ketadi. debdi. Tulkining gapi tugagandan keyin yo'lbos yuqorqi maxfiyatliklarni chin saqlashni, biror inson balasiga bildirib qo'ymaslikni qattiq tapilibdi. Yirtqich hayvonlar kelar yili dal mushundaq paytda yana mush to'g'roq to'yiga yig'ilish haqida va'da berib tarqalishibdi. Sehi yirtqich hayvonlarning tarqalib ketgan shapisini anglab, to'g'roq ustidan asta tushib, yo'lbosdan anglab olgan gap bo'yicha to'g'roqning pastki sang'ilagan shaxlaridan bir siqim g'azon sirib balvig'iga tugibdi va bir tal shaxni sundirib bir hasi yasabdi. Ondan keyin xosini to'qilitib, sherning degani bo'yicha xosiyatlik buloqni izlab, kun chiqish tarafga sanab 20 qadam mongan ekan, tuyuqsiz sholoq-shuluq qilib muzdek sovuq suvga tushib ketib, andikib titrab ketibdi va bosh ko'zni shundoq bir silg'an ekan, xuddi kun chiqqandek parqirab ko'zi echilib ketibdi. Xo'shliqda buloqning ko'zida turib qong'uch suv ichib, badallarini yuyib, suvdan chiqib qo'lg'asini ilib, kun petishga qarab mengib, Ag'mahallaning o'sini izlab tepib, ularning tamoshasini birdam ko'ribdi va talpikini etib, ularni urkitib, oltin tillarni qo'yniga sapdi. Andan kayni kiyinib kun chiqishdagi tog'dan o'tib, ming qo'yi bar boyning yaylig'iga yetib keldi va kolt quyruq otga minib, bo'rini tutib o'ltirib, boydan nurg'un pul in'om oldi. Sehi davomli kun chiqishga qarab yo'l yuribdi. Yo'l yursimi, mo'l yuribdi. Bir hafta bo'ldi deganda katta bir shahar azimga yetib kelib, bir saroyga tushibdi. U bu saroyda yetib qo'pib bir qancha kun dam olib, shahar ko'chalarini aylanib ko'ngil qarnini echibdi.
Bir kuni iyiq deb bergan podshohning yiliq kesal qizi esi keldi va Sarayvanga: "Men asli usta tevib edim. Bu shaharga bu o'qchi boshqa teviblar davolab saqaytolmagan koni kasallarni davolab saqaytqili keldim. Atidan boshlab davolanmoqchi bo'lganlar mening qishimga kelsin." debdi. Sarayvan uning bu gapini shaharning hamma ko'chalariga kirib chiqib, hamma odamga anglatibdi. Kunlarning bir kuni bu xabar podshohning qulqiga yetibdi. Qizim endi saqaymaydi deb umid uzgan podshoh xushalligini xabar yetkazgichilarga suyunchi beribdi. Podshoh saloyi sifat kibr takabburliklarini bir chetga qayirib qo'yib, vazir amirlarini kayniga silib, uning qishig'i salomga bormoqchi bo'ldi. Buni ko'rgan vazirlar: "Saltanatli shohim, sizlar bir davlatning qayoshi. Qarab turib bir kambag'al tepning oldiga o'rda ahlini agashtirib salomga borsizlar o'zlarining obro'ylari to'kilmamdi. Uningdan ko'ra, uni buyruq bilan o'rdaga chaqirtaylik" deyishibdi. Bu gapni anglagan podshoh: "Kimning kimga hojati tushsa, hojatman cho'qim uning oldiga berish kerak. Buningda shoh gadoy deb ayrilmaydi. Hozir mening shu kishiga hojatim tushdi. Men uning oldiga boraman" debdi-da, vazirlarni agashtirib saroyga yetib keldi. Podshoh o'z qizining kasallik ahvolini bayon qilib, agar davolab saqayta olsa qizini nikohlab berdiganligini ham davlatning podshohligini berdiganligini va'da qilib, bir noma yozib, oltin muhrini besib beribdi. Sexiy podshohning qizini saroyga keltirib, ayrim bir eg'iz uyni jabdub davolashga tutish qildi. U dardga davo, ranjiga shifo bo'ladigan xosiyatli buloqdan suv to'shqizib ilib olgan ekan. Qizg'on bu suvni ichiribdi va badallarini yuvibdi. Uzun o'tmay ko'zi ko'rmas, qo'li tutmas, puti bosmas, tili so'zlamas, terisi sasmas bu qiz 14 kunlik to'lin aydak paqirab, barliq kasallardan sallamasa saqayib, dadis bilan yuz ko'rishgili o'rdiga qarab yugurib ketibdi. Qizini ko'rib xo'shliqdan podshohning yuragi yerilib ketgili tasliq qopdi. Butun shahar xalqini yig'ib, 40 kech kunduz katta to'y maraka qilib, qizini Sexiyga nikohlab beribdi va podshohlikni o'tkazib beribdi. Endi bir kalima gapni Bexildan anglaylik. Kunlardan bir kuni Bexil Sexiyning bir shahriga podshoh bo'lib, yurt so'rab yurganligini anglab, hayronu has qilib, o'z qulqiga ishonolmasdan shu shaharga berib, ishning tegitakdan uqib kelish uchun safarga chiqibdi. Bir qancha kun yo'l yurgandan keyin Sexiyning shahriga yetib keldi va bir saroyga tushib, shahar ko'chalarini aylanib, Sexiyning ahvolini tinglashga boshlabdi. Ko'p surishtirish orqali Bexil bu shaharning podshohi dal o'zi ikkinon uchun ikki ko'zni o'yilib, cho'lda tashlab qo'yib ketgan do'sti Sexiy ekanligini bilibdi va qanday qilib podshoh bo'lganligi, ko'zning qanday asli kelganligini texmi bilgisi keldi. Mushu maqsad bilan u bir kuni hashamatli shoh o'rdisi qarab yo'l opdi. 40 darvoza qo'yilgan jesakchilarning qatmuqat tashrashlaridan ming tasti o'tib, oran deganda podshoh saroyiga yetib keldi. Qorg'udak bo'lsa, do'sti Sexiy beshiga shaqliq oltin tajni kiyib, saltanatlik oltin kursida hashamat bilan har xil chekish ishlarga amri ma'ruf qilib o'ltirg'udak. Taxt ostida bir qancha yuzlagan vazir amirlar, o'rda arkonlari qo'l bog'lab, Xo'sh, shundoq qilili, deyishib, podshohning amriga ta'zim basho keltirib turg'uday. Bularni ko'rib Bexilning put-qo'liga titrak o'lishib, yuragi suylashga boshlabdi va o'zining bu yerga kelib qolganligiga ming pushaymonlarni qildi. Bexil uyan o'ylab, bo'yan o'ylab, oxir Sexiyning mard, tuz, oq ko'ngilligini esiga ilib, podshoh mendan o'chini ilib kollamni olarmi yoki umrlik zindonga selib yetarmi degan g'am qo'rqinishlardan xalos bo'ldi. Dard aytish navbati dadxohlar qatoridan o'rin ilib turgan Bexilga kelganda, u so'rinning o'tirsiga selingan yipak gilam ustiga yugurib berib, podshohning oyog'iga bosh qo'yib, "Dad, podshohi olam,
Xam süt içip çoğun bolğan insan şeytanın azdırışı bilen ne eski koyladı bulup günah severliklerde hali bulalmaydı ikenmiz. Adam kichkide tüz köngül ah niyet boludu iken, çoğun bolğan seri niyeti buzuluşqa başlaydı iken, İkimiz kichkimizde kıyametlik can dostlardan idik. Lekin bir qeytimlik sefer üstüde nefsinin keynigi kirib, özleriga dostluğumuzga xiyanat qilib, özlerini azap oqibatlarga duchar qilib, inson qilipidan chiqdi. Bugun oldilarida turibdiman. Mening askilikim uchun meni ming qitim jadu bilan to'g'rab, qoqdak, quloqdak qilib silimi avval bo'lmaydi. deb unsilib hur yig'labdi. Bu ahvolni ko'rib butun o'rda ahli hayron qilishibdi. Do'stining yig'isini anglab podshohning oq ko'ngillik tutib ketib, butun o'rda ahlining aram elishga qo'yib berib, shohlik taxtidan tushib, do'sti Bexilni yo'lab o'rnidan turg'izibdi va o'zining oliy mehmonxonasiga boshlab, turli tuman nozu ne'mat, meva-chevlar bilan obdan mehmon qildi. Va bir qancha kun o'zini ilib qilib, holidan xabar oldi, yaxshi sarpoy, pul-puchak hadiya qildi. Bir kun tushlik tamoqdan keyin podshoh: Dunyoda ozmaydigan inson yo'q. Bir qitim yomon ish qilib qayta sodir qilmasa, uni kechirishga bo'ladi. Hammadan niyat a'lodir. Menga qilgan barliq yomonliklaringni kechirdim. Do'stligimiz burunqidek davomlashsin. deb o'zining sexiy, mard, oq ko'ngilligini yana bir marta namoyon qildi va do'sti Bexil ko'zni uyib olgandan keyin qandoq qilib qeyri to'g'roq tuvi kelib qolganligini, to'g'roqning ochmiqida turib hayvonlarning gapini qandoq anglaganligini, ularning har birining nima deganligini, o'sha hayvonlarning degani bo'yicha ish qilib, oxir o'zining baxt xazinasiga erishib, podshoh bo'lganlik sarguzashtlarini bir-birlab so'zlab beribdi. Bu gapni anglab etib, Bexilning sexiga bo'lgan hasadxo'rligi mingas o'rlab, qo'rsqig'i jin kirib, ikki do'st birga safarga chiqqan heliqi yo'ldan o'z yolg'iz yana bir qitim mengib, heliqi to'g'roqni tepib, hayvonlarning so'zini anglab, mushu shaharga kelib do'st sexini podshohlikdan o'rib etib, uni zindonga silib, o'zi uning o'rniga podshoh bo'lish, chiroyli malikini tartib etish yomon niyatini ko'ngliga pukibdi. Podshohning sarguzashtisi tugash bilan Bexilning ketgisi kelib turolmay, ketishga ijozat so'rabdi. Podshoh: Do'stim, yurtga qaytib borgandan keyin nima ish qilmoqchisan? deb so'rabdi. Bexil: Men bu cho'ldagi to'g'roqni tepib, sher yo'lboslarning maxfiyatliklarini anglab olib, o'zlari mangan yo'lda mangmoqchiman, debdi. Podshoh: Do'stim, men sana ömrün boyu ishiltib bo'lalmoqdek oltin kumush beray. Xohlasang yenimda 10 qo'l vazir bo'lib qol. Lekin bu yo'lga mangma. Chunki u hayvonlar nihoyat sezgir. Ular maxfiyatining oshkorlanib qolganligini bilib qolsa, u yerga yaqinlashgan insonni tirik qo'ymaydi, debdi. Lekin Bexilning ko'nglidagi yomon niyati uni tinch qo'ymabdi. Har qanday qilibmi u niyatdan yanolmabdi. Do'st sexining nasihatini bo'lsa, mendan qizg'unyotdi deb tushunib, o'z gapida ching turibdi. Do'stiga nasihat kor qilmaganligini ko'rgan podshoh uningga birdani yaram arg'inoq, osh-ozuqlarni berib, izzat ihrom bilan yo'lga selib qo'yibdi. Bexil bir qancha kun yo'l yurib, cho'l o'ttirsidagi to'g'roqning qarsini ko'ribdi. Xo'shalliqda arg'imoqdan sakrab tushib, otni kelgan yeringa kattab kelishtirib qamchi bilan so'ngichiga birni urib haydab etib, o'zi bir tup yulg'unning tuviga kelib yetib, kunning potroq kash bo'lishini to'rt ko'z bilan kutibdi. Kash kirib ko'z bog'langanda, yulg'un tuvidan sakrab chiqib, uduq to'g'roqqa qarab quyunda yuguribdi va to'g'roq chiqib, uning ochimiqiga joylashib o'ltiribdi. Birdamdan keyin yo'lvoz, sher, ayiq, tulkilar taraf-tarafdan nari tortib, hurkirishib yetib kelishga boshlabdi. Odati bo'yicha yo'lvoz avval gap boshlab: Bu yil bizdan omad qo'shgan bir yil bo'ldi. To'g'roqning xosiyatini bir kim bilib olgan o'xshaydi. Qozonlarni siyiribdi, shoxlarni sundiribdi, debdi. Sher: Buloqda bir kim yuyinib, buloqning ko'ziga to'p tiqib etibdi, suyimi bulturqidan ost qopdi, hey, debdi. Ayiq:
yıl bizning ishlarimiz qamlashmadi. O'tgan yili men sizlarga so'zlab bergan kunchiqish taraflik podshohning laqvaqizi saqiyibdi. Yoqqa yurtdan kelgan bir odam podshohning qizini olibdi va podshoh bo'libdi. Bugungi sorunimizga bo'ri kelmabdi. Buningga bir sabab bor. Bo'rining bultur qilgan gapi o'ziga dushman bo'lib beshiga chiqqan gap. Bo'lmas kelmay qolmaydi. deb so'zni tugatibdi. Buni anglab o'tirgan boshqa hayvonlar rost shundoq deyishib alahsada bo'lishib ketibdi. Oxirdan tulki so'z elib, bu yil Ag'mahalla oltin tillalarni abdab qisilib, aytib o'ynamaydigan bo'lib qoldi. Men bu ko'ngil etishdan mahrum qoldim. Ag'mahallaning oltin tilla tangilarini biror odam kelib bo'lib ketgan o'xshaydi, debdi. Hayvonlar hech qanday yangi gap qilmasdan bir yildan buyoqqa kelishmasliklarini so'zlashib, pushuldishib, ichib-pushib o'ltirganda Yo'lvoz: Ey og'illar, bizning bultur mush yerda qilishgan gaplarimizni biror odamzod bizga yaqin bir yerga yo'shirni velib, tanishib olmagan bo'lmasa, unda qishlar bo'lmaydi, debdi. Sher: Mush turqidimi? Biror odamzod gapimizni tingshayotganmikin deb gumon qilyapman, debdi. Ayiq: Burhoq, men shu topning o'zida odamzodning burqini sezyapman, debdi. Bu gapni anglagan Bexilning qo'llariga titrak olishib, yiqilib tushgili tas-tamas qapti. Ayiqdan keyin tulki: Men uning qayerdaligini topay-a? deb atrofni cho'rgilashga boshlabdi. Birdamdan keyin yetib kelib: Topdim. O'tkir burnim bilan purab, beligar ko'zlarim bilan sinchilab qarasam, u haramzada bizning beshimizga chiqyapti. Ana, to'g'roqning ajmiqini o'ltirdi, deb o'ng putida ishorat qilib ko'rsatdi. Darg'azab bo'lgan Yo'lvoz ochiqida nari tortib to'g'roqni shundoq bir irg'itgan ekan, put qo'lida jon qolmagan Bexil xuddi Jag'olvayning og'zidan tushib ketgan qo'mchoqdek to'g'roq tubiga paloqqida tushib o'libdi. Yo'lvoz, Sher, ayiq tulkilar uning go'shini yeb, so'ngikini osmonga purkib etibdi. Badniyatning qazini to'shik degan tamsil shuningdan qolgan ekan. Omoqlarim, cho'chakdagi Sexiy bilan Bexil ikkisi bir-biridan ayrilanmaydigan janjigar do'st turib, Bexil ularning do'stligiga xiyonat qilib, Sexiyni azob oqibatga duchor qildi. Lekin Sexiy oq ko'ngilligidan yaxshi turmushga erishib, Bexilni kechiribdi, ham mardlik qilib uni yanida elib qolmoqchi bo'ldi. Lekin qorniyat Bexil buningga qanoat qilmay, do'stidanmi eshib ketish uchun ishtorlik qilib, shu niyatlarni ko'ngliga pukib, oxirda o'zining beshiga o'zi chiqdi. Badniyatning qazin to'shik degan tamsil haqiqatanmi to'g'ri aytilgan. Shuning uchun biz Bexildek pixsiq, qorniyat, ishtor, o'zini o'ylaydigan shaxsiyatchi bo'lmay, Sexiyga o'xshash mard, tuz, oq ko'ngil, boshqalarga yordam qilishni xo'shallik deb biladigan yaxshi bola bo'laylik, ha? Bexilmu bizga qarab o'zining qilganlaridan xijil bo'lib ketsin. Omoqlarim, kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldir uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.